Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir sizlar bilan biza medoviy tortimiz uchun krem tayyorlab olamiz. Bizga kerak bo'ladi 200 gram shakar, 2 osh qoshig'ida un, 2 osh qoshig'ida kukuruzniy kraxmal, kartoshkalik kraxmal qilsalaring ham bo'ladi qizlarjonlar. Menda kukuruzniy kraxmal bo'lgani uchun 2 qoshiq kukuruzniy kraxmal ishlatdim va 1 chimdim tuz. Mana 1 chimdim tuz solib hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz qizlarjonlar. Qoshiqda aralashtirib bo'lganimizdan keyin 2 ta tuxum va 1 litr sut kerak bo'ladi qizlarjonlar. Sutimizni oldin yarim litrni solib massamizni yaxshilab zbirvalkada aralashtirib olamiz. Qumoqchalar qolishi kerak emas. Mana shunday qilib bir xillikda shakarlarimiz, tuzlarimiz eriguncha, qumoqchalarimiz ketguncha yaxshilab zbirvalkada aralashtirib olamiz qizlar. Va aralashtirib bo'lganimizdan keyin qolgan yarim litr sutimizni ham qo'shamiz. Hamma yaxshilab aralashtirib oldim. Shakarlar erish kerak. Qolgan yarim litr sutimizni ham qo'shyapman. Menga bu krem uchun 1 litr sut kerak bo'ldi qizlarjonlar. 1 litr sutni 2 bo'lib soldim, yarim litrdan. Yana bitta yaxshilab aralashtirib olamiz. Tagiga yig'ilib qolgan shakarlari ham erish kerak. Endi qozonimizga setkani qo'yib sizdirib olamiz massamizni qizlar. Chunki qumoqchalari bo'lsa setkamiz ushlab qoladi. Shuning uchun bitta sizdirib olsak chiroyli krem chiqadi. Endi gazimizni yoqib, qozonimiz past olovda qo'yib, yaxshilab qaynatib olamiz qizlar. E'tiborli bo'lib turasizlar, tagiga olib ketishi mumkin. Shuning uchun tez aralashtirib turish kerak bular mahsulotimizni. Mana endi zbirvalkada aralashtiryapman qizlarjonlar. O'sha qaynash holatiga keldi. Ozgina qarovsiz qoldirsalaring tagiga olib ketadi, bilasizlar. Mana men tez aralashtirib turibman qizlarjonlar. Men bu kremni medoviy tortimiz uchun tayyorlayapman. Hozir do'konlarimizda bilasizlar, tayyor medoviy korjlarimiz sotilyapti qizlar. Men tayyoridan olib kelganman. 4 dona bo'ladi paketda. Men 4 donani kesib 8 ta qilib oldim va chekkalarini kesib kroshka qilib yuziga sepish uchun chekkaga olib qo'ydim qizlarjonlar. Mana kremimizni qaynashini ko'ryapsizlar. Bu eng oson usulda tayyorlanadigan krem qizlarjonlar. Buni Napoleon tortimizga, medoviy tortlarimizga ishlatsak bo'ladi. Juda ham yeyishli, mazali krem chiqadi qizlarjonlar. Sizlar ham tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Mana gazimizni o'chirib, kremimizni aralashtirib oldik. Endi kremimiz issiq holatida qizlarjonlar 200 gram sariyog' qo'shamiz va issiq kremimizni holatida eritib olamiz. Mana shunday qilib sekin aralashtirib tursak, sariyog'imiz issiq qozonda o'zi erib ketadi. Va tabga ko'ra o'zlaring yeyishlaringga qarab qizlarjonlar quyultirilgan sut qo'shasizlar. Men 100 mg qo'shdim. Ozgina shirasi bizga kamlik qildi. Men 200 mg qo'shishim kerak edi. Mayli, bu ham juda ham mazasi yaxshi chiqdi qizlarjonlar. Iftorlikka yaqin bo'lgani uchun shoshilyapman. Shuning uchun tez tayyorladim qizlar. Kremni o'zi 1 soat, 1,5 soat olib qo'yish kerak salqin joyga krem qotish uchun. Lekin men kutishga vaqtim yo'q edi, chunki namoz vaqtim yaqinlashib, iftorlik vaqti yaqin qolgani uchun tez tayyorlashga harakat qildim. Kremni sovita olmadim. Tayyorlagan zahotim korjlarim qo'yib, mana ko'ryapsizlar. Tez sut bilan pitatsiya qildirib, shotka bilan shunaqa qilib surtab chiqdim. Va kremlarimizni mana qo'yib, mana shu holatda surtab chiqamiz hammasiga. Bir xil ketma-ketlikda qizlarjonlar. Sut bilan pitatsiya qildirib surtab chiqsalaring, tortlarimiz yumshoqqina, mayingina bo'lib, og'izga solganlaringda erib ketadigan bo'ladi. Mana menda 8 qavat bo'ldi korjlarim qizlar, ko'ryapsizlar. Hozir
iftorlik vaqti deymiz, ishga shoshib ishdan kelganlaringda tez tayyorlanadigan shirinliklar. Bular bolajonlar uchun ham, kattalar uchun ham judayam yeyishlik tortlar bular, bilasizlar. Bolajonlar ham yaxshi ko'rib iste'mol qiladi. O'shaning uchun tez-tez tayyorlab turinglar. Juda oson. Ko'p vaqt ketmaydi buning uchun. Faqat krem tayyorlaysizlar, bo'ldi qizlarjonlar. Mana shu ketma-ketlikda avval sutimizni surtab, ustidan kremimizni surtab chiqamiz. Men kremimizni 1 soat, 1,5 soat turg'izmaganim uchun kremim sal suyuqroq bo'lib turibdi. E'tibor qilmaysizlar qizlar. Tortimiz juda ham mazali bo'ldi, chunki kutishga vaqtimiz yo'q edi. O'shaning uchun srazu kremni surtab, ham sizlarga ko'rsatib berish uchun tortimizni ham tindirib qo'ya olmadim qizlarjonlar. Tayyorlagan zahotim sizlarga kesib ko'rsatdim. Mana oxirgi kremimizni yuziga surtab oldim. Mana bir xil tekislikda yonlari bilan. Endi chekkalarni kesib to'g'irlab olgan kroshkalarim ezib, mana yuziga, yonlariga shunaqa qilib sepib chiqamiz qizlar. Mana shunday birin-ketinlikda. Men shoshilganim uchun iftorlikka tez-tez harakat qilyapman qizlarjonlar. Kamko'sti bo'lsa aybga buyurmaysizlar. Nazira o'z kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Fikr mulohazalaringni kommentariya bo'limida обязательно yozib qoldiringlar qizlarjonlar. Nazira o'z kanalini kuzatib borib, menga obuna bo'lganlaring uchun hammalaringga kattakon rahmat. Hamisha Allohga omonat bo'linglar. Xonadonlaringda hamisha sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ro'za Ramazon hammamizga muborak bo'lib, inshaalloh hayit ayyomlarni ham yaxshi o'tkazishni Allohim nasib qilsin qizlarjonlar. Mana sizlar uchun men tortimni tayyorlagan zahotim kesib ko'rsatdim. Qaranglar qanaqa chiroyli, qanaqa qalinlikda bo'ldi tortimiz. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa yumshoq. Mana sizlar uchun kesib ko'rsatyapman qizlarjonlar. O'sha og'izochar bo'ldi bizada. O'shaning uchun mana tortimizni kesdim va o'rik xoqini qaynatdim qizlarjonlar, navbat solib, sovutib, og'izochar iftorlikka tayyorlab qo'ygan edim. Maza qilib buni tortimiz bilan iste'mol qilib